Assalamualaikum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikanın əxlaqi rəhbərligini yenidən qurub çıxışını oylagan. Çünki onun Ağsaraydakı xizmətçiləri sabiq prezident Donald Trump qo'llagan ba'zi narsalarga o'zgartish kirgizishni xohlaydi. Aqsarayning faqat bu sababdilla bu yil 18-iyuldan 24-iyulgacha bo'lgan aralıqda o'tkaziladigan Asr davlatlar haftasi uchun yillik e'lonini o'zgartirishni xohlagani yo'q. 1959-yildan e'tiboran Amerika hukumati har yili Sovet va kommunizm imperializmi va besimini ayblab, ular asir olgan davlatlarni e'lon qiladi. Bu e'lon Asr davlatlar haftaligidan burun nihoyatda kuchli til orqali ifodalandi. Aqsaray yordamchilari bu yil Asr davlatlar haftaligini hur va ochiq jamiyat haftaligi qilib o'zgartirganligini aytdi. Amerikaning axloq va diplomatik maydoniga ko'ngil bo'lgan kishilarning bu fikrga qanday qaraydiganligini bilish uchun izlandi. Javob ancha yaxshi chiqmadi. Besimga uchragan ezilgan xalqqa vakillik qiladigan kommunizm qurbonlarini xotirlash fondi Prezident Bidenga xat yozib, Amerikaning erkinlik va inson haqlarini qo'g'dash va tashviq qilish va'dasiga amal qilib, kuchli bir shaklda 2021-yildagi Asr davlatlar haftaligini e'lon qilishni talab qildi. Bu yerdagi farq mantiqli ko'rinishi mumkin. Ammo Asr davlatlar hur va ochiq jamiyatni bekrak axloqni ifodalaydi va jing bosadi. Burunqisi kommunist va diktatorlarning barliq xalqni bostirganligini ifodalaydi. Xitoy Kompartiyasi Hong Kongga qilgan avtonomiya va'dasini buzib, Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni jazo lagerlariga qamaganda bu o'zgarish vaqtga mos kelmaydi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti biz Amerika hökuməti, Aqsaray və Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsinin əsr dövlətlər, yəni boysundurilgan dövlətlər bilan ittifaqlaşıb, əsr dövlətlər həftəligini davamlı xatırlashini talab qilamiz və Prezident Joe Bidenni Sharq Turkistonni əsr dövlət deb rasmiy bekitib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Amerika hökumətindən Sharq Turkistonni əsr dövlət tizimligiga kirgizishni talab qilib, axborot e'lon qildi. 1959-yildan boshlab Amerika prezidentlari har yili əsr dövlətlərini e'lon qilib, Sovet və kommunist cahangirligi və bostirishini aytlaydi. Bu e'lon Asr davlatlar haftasidan burun nihoyatda kuchli til bilan ifodalanib tarqatiladi. Tutqun qilingan davlatlar qonuni rasmiy holda 86 va 90 nomerlik ommaviy qonun deb atalgan bo'lib, Turkiston, Tibet, Manjuriya va Xitoy cho'nqurliqini o'z ichiga olgan davlatlar asr davlatlardir. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Amerika hökumətini Sharq Turkistonni asr davlat qilib bekitishga va bu yillik e'lonida ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi. Asr davlatlar haftaligi bu yil 7-oyning 18-kunidan 24-kunigacha o'tkazilmoqchi bo'lib, Aqsaray bu yillik muhim e'lonni qezishni o'ylashyotdi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Aqsarayni tarixiy va hal qiluvchi asr davlatlar haftaligi e'lonini bekor qilmaslikka chaqirdi. Sharq Turkiston sürgündə hökumatining bosh ministri Salih Xudoyer efendi biz Aqsarayni asr davlatlar haftaligini davomli xotirlash orqali bo'ysundirilgan davlatlar bilan ittifoqlashishni talab qilamiz. Biz Prezident Joe Bidenni Sharq Turkistonni asr davlat qilib rasmiy bekitishga va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligiga taqobil turishga chaqiramiz dedi. 1949-yili 12-oyda Xitoy Xalq Jumhuriyati va Kompartiyasi Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlar yashaydigan Sharq Turkiston Jumhuriyatini mustamlaka qilib o'ziga qo'shib oldi. Sharq Turkiston 1,828,418 kvadrat kilometr zaminga ega bo'lib, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni va Xitoy tajovuz qilgan Gansu, Qinghai o'lkasining bir qism rayonlarini o'z ichiga oladi. Xitoy Sharq Turkistonni Şinjan, ya'ni yangi territoriya deb ataydi. Bu Sharq Turkistonliklarga nisbatan qattiq haqoratlik bir atalg'u. Sharq Turkiston o'zgacha tarixida Xitoydan farqli holda egilik huquqi, milliy va diniy kimligini saqlab keldi. Qonunsiz Xitoy ishg'oliyati davridan boshqa Sharq Turkiston mustaqil, egilik huquqliq, siyosiy va zamin butunlik salohiyatiga ega. Bugungi kunda Sharq Turkistonda 1400 dan ortiq jazo lagerlari va majburiy emgak lagerlari qurildi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlari og'ir zulm ichida qoldi. Ahvol favqulodda og'ir bo'lganlikdan Amerika hukumati, Kanada, Angliya, Gollandiya
Belgiya va Chex parlamentlari Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan harakatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qildi. Amerikaning sobiq muavin prezidenti Mike Pence 14 iyul prezident Jo Baydenni Xitoyga bo'lgan besimni saqlab qolishga da'vat qilib, Demokratlar partiyasi hokimiyatidagi hukumatning Beijingga nisbatan ayinib ketganligini tanqidladi. Pence apandi Bayden apandini Xitoyning Amerikaning moliya o'lchamiga xiloflik qilgan shirkatlarining tizimligini turg'izishga, Amerika dengiz armiyasining Hindi Tinch okean rayonida erkinlikni qo'g'dash uchun yo'l boshlashga bo'lgan tayyorligini yaxshilashga va Xitoy virusining kelish manbasini aniqlashga chaqirdi. Pence apandi Xitoy hukumatining Amerikani dushman deb qaraydiganligini va Amerikaning gullanishi, bexatarligi, qimmat qarash uchun eng cho'ng tahdid edib kelganligini aytib, Xitoy texi rezil imperiya bo'lmasligi mumkin, ammo shundoq bir davlat bo'lish uchun tirishyotidi dedi. U yana Bayden hukumatining dastlabki mezgillarda Dunyo sayyohat tashkiloti va klimat o'zgarishi to'g'risidagi Parij kelishimiga qo'shilish qatorliq harakatlarini aybladi. Trump hukumati bu harakatning ikkisini Xitoyni qo'llaganlik deb tanqidlagan va uningdan chekinib chiqqan edi. 2024-yildagi Oqsaroyning ahvolini kuzatish uchun yaqinqi bir necha hafta ichida ommaviy faoliyatlarga qatnashgan Pence apandi ojizlikning yomonlikni qo'zg'aydiganligini, Xitoyning hozirgi boshqarishidagi ojizligini sezib qolganligini aytdi. Bayden hukumatining siyosati oldingilarning Xitoyga qaratgan qattiq siyosatining ko'p qismini o'z ichiga olgan. Masalan, Xitoy tovarlaridan tamojna beja elish, bir qism Xitoy shirkatlari va amaldorlarini qora tizimlikka kirgizish, Xitoyning Hong Kongdagi demokratiyani bostirish va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga tutgan muomalasini qattiq tanqid qilish qatorliqlar. Pence apandi ikki darajadan tashqari cho'ng davlat o'rtasidagi yangidan gullanayotgan so'g'uq munosabatlar urushi, Tayvan bilan savdo kelishimini kengayishni ko'zda tutib, tamojna bejining yanada joyida ekanligini e'tirof qildi. Amerika va Xitoy iqtisodiy hamkorligining xalqaro kasblarda texmo parchalanishini talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Bayden hukumati Xitoy mablag' solg'uvchilar ig'dorchiligidagi yerning dehqonchilik maydoni to'liqlamasini oxirlashtirishi, Xitoyning Amerikaning turbi yo'li, elektr stansiyasi qatorliq xalqaro ul asliya turlariga mablag' solishini cheklashi, Amerikaning mablag' solishi cheklangan Xitoy shirkatlarining sonini ko'paytirishi, Amerika texnika shirkatlarida ishlayotgan Xitoy fuqarolariga Amerikaning aql mulk huquqi va davlat bexatarligini qo'g'dash uchun H1B vizasining berilishini cheklashini talab qilib, bu bizning Xitoyning viza olg'uvchilarga ishonmaganligimizdan emas. Biz Xitoy hukumatiga ishonmaymiz. Beijing fuqarolarini josuslik qilishga qistadi dedi. Pence apandi yana Amerikaning Konzi institutini cheklashini va Xitoy virusi Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan 2022-yilda qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini Xitoydan boshqa davlatga yutkazishni talab qilish kerakligini aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an seshanba kuni Xitoy rahbari Xi Jinping bilan telefonda ko'rishib, Turkiya-Xitoy munosabatini bo'libmi savdo, mablag' solish, energiya, qatnash va sog'lomlik, rayon taraqqiyotini yaxshilashga munosabatli masalalarni muzokara qildi. Erdo'g'an apandi bu yilning Turkiya-Xitoy munosabati o'rnatilganligining 50-yili ekanligini, bu muhim xotira kunlarni ikki davlat o'rtasidagi cho'nqur yildiz tortgan do'stlikqa mos holda tabriklashni xohlaydiganligini aytdi. Ikki davlat orasidagi rayon va yer shari xarakterli iqtisod va diplomatiyaning turli sohalarida keng bir hamkorlik potensialiga sahib ekanligini bildirgan Erdo'g'an apandi yuqori darajadagi o'rtaq xizmat guruhining ikki davlat orasidagi hamkorlikni tezlashtirganligini ta'kidladi va Uyg'ur turklarining Xitoyning fuqarolari bilan barobar haq huquqqa ega bo'lib, erkinlik, huzur ichida gullab yashanishining Turkiya uchun intayin muhim ekanligini ta'kidlash bilan birga, Turkiyaning Xitoyning zamin butunligi va egilik huquqiga hurmat qilganligini aytdi. Çarşamba kuni Pokistonning g'arbiy shimolidagi Xayber Paxtunxva o'lkasidagi suv elektr to'smasi qurilish o'rniga 40 atrofida injener, tekshiruvchi va mexanik xodimni ilib mangan avtobusda portlash yuz berib, 12 kishi o'lgan bo'lib, uning 9 nafari Xitoy ishchisi ekan. Portlash yuz bergan Koiston rayonining yuqori darajalik hukumat amaldori Arifxon Yusufzay 28 atrofida kishining yaralanganligini aytdi. Amaldorlarning aytishicha, ular harbiylar tarafidan doktorxonaga ilib berilgan. Pokiston diplomatiya ministerligi bayonotida avtobusning mexanik kashili ko'rilgandan keyin
jilg'iga sho'ng'ib tushib, gazning eqishi portlashni keltirib chiqarganligini aytdi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bomba portlaganligidan hayron qolganligini va uni qattiq ayblaydiganligini o'tirg'a qo'yib, Pokistonni voqeaga mas'ullarni qattiq jazolashga va Xitoy fuqarolarini qo'g'lashga chaqirdi. Xitoyning Islomoboddagi bosh elchixonasi buningdan ilgari fuqarolarning hujumga uchraganligini aytdi. Pokiston suv va energiya taraqqiyot organining xabariga qaraganda, Hindi daryosidagi Dasu to'smasining qurilishi 2017-yili boshlangan bo'lib, 5 yil ichida tamomlanishi planlangan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.